Assalomu alaykum. Hozirgi kunda o'ng qovurg'amizning tagida eng vafodor organ borda, bu jigar. Jigar kuniga 600 grammdan 1 litrgacha bo'lgan o't suyuqligini o't qopiga ajratib chiqadi. Kimda-kim o't qopida muammo bo'lsa, ayniqsa yosh kattalarda suyak bilan bog'liq muammolar juda ko'p chiqadi. Sababi asosiy suyaklarga vitamin D, ya'ni ichakdan so'riladigan yog' orqali vitamin D ni faqat o't qopi so'rdirib beradi ichakka. O't qop ishlamayaptimi? O't qopida zagib bormi? O't qopida muammo bormi? Bu hayotingizda gormonal balans buzilishiga, ko'z nurini xiralashishiga, immunitet pastligiga, ich qotishiga, hattoki asabiylik, uyqusizlik, ruhiy charchoq, depressiyalargacha olib keladi. O't qopini asosiy vazifalaridan juda ko'pchiligini sanab o'tishga vaqtimiz ketib qolgani uchun eng yaxshi sizlarga uyda tayyorlab ichadigan usulni ko'rsatib beraman. Toza Altaydan keltirilgan maydalangan rastoropshani bir qoshiq solamiz. Yarim choy qoshiq kurkuma solamiz. Kurkumada kurkumin moddasi bo'lgani uchun tez organizmga singishi uchun bir chimdim murch solamiz. Bunda piperin moddasi borligi uchun kurkumani 2000 barobargacha so'rdirib beradi organizmga. Mana shu haqiqiy kalsiy. Ikkita choy qoshiq kalsiyga boy kunjut solamizda aralashtiramiz. Ovqatdan keyin yarim soat o'tgandan keyin ertalab hamda kechqurun. Mana shu holatda iste'mol qilganimizda bu qorishmamiz o't ajrab chiqishini yaxshilaydi. O't suyuqligini suyultiradi. Zastoylarda, o'tdagi xolesterin toshlarida o'ta katta yordam beradi qutulishga. Buni vazifasi teri salomatligi, hazm yaxshilanishi, ich qotishini oldini olish, ichak mikroflorasi, yuzlarning tiniqligi, immunitet mustahkamligi, hattoki mana shu tizzalarimiz og'rishi, artrit, revmatizm, arteriozlarning kelib chiqishini oldini oladi, qadrli kuzatuvchilar. Mana shu holatda iste'mol qilsangiz, Master Suxofrukt do'konimizga tashrif buyurasiz. Mana shunaqa zo'r mahsulotlarni sizlarga tavsiyasi bilan ilinamiz. 2 mahal ertalab hamda kechqurun ovqatdan keyin iste'mol qiling. Xudo xolasa JKTda muammo bo'lmaydi, doktorga kuningiz qolmaydi, hazmingiz zo'r bo'ladi, oshqozoningiz zo'r bo'ladi. Vafodor organlaringiz siz bilan to'kay qadariga qadar hamrohlik qiladi inshaalloh. Mana bunaqa tabiiy bismertlarimiz ham bor. Bismert qat'iy icha olmayman deganlarga bismert taklif qilamiz. Damlab iching, 10-15 kun o'tni ishlatib beradi xudo xolasa.